Tor dünyasının afzalligi har qandaq adam har yerda o'zining fikrini o'ttirg'i qo'ya olishi bo'lsa, eng ziyonli tarafimi yanala har qandaq odamning har yerda fikrini o'ttirg'i qo'ya olishidir. Bu erkinlik tordagi bir turkum kishilarning xalqan odamga haqorat qilishiga, asossiz gumon va nafrat tarqatishiga osonlik yaratib berdi. Torga chiqarilgan narsaning mazmuni qasddan burmulab yozilgan inkoslar, chiqarilgan rasmni masxar qilishlar, hatto tahdidlarmi ko'p uchraydigan bir hodisa bo'lib qoldi. Bu turkum kishilarning ilib kelgani faqat vaqtlik ko'ngilsizlik bilan cheklanib qolmadi. Tordagi haqorat va bisim tufayli ruhiy sog'lomlikqa ta'sir etgan, hatto yoshlar orasida o'z diniga zomin bo'lgan fojialarmi ko'p ko'rildi. Bunda odamlarga bo'lgan bezorlik tuyg'usi ortish bilan birga, ularning real turmushda qanday odam ekanligi, tor zo'ravonlik qilishdagi maqsad haqida faraz va analizlar ko'paydi. Ilib berilgan tekshirishlar natijasiga asoslanganda, tor zo'ravonligi bilan 3 qorong'u xarakter deb atalgan narsissizm, machiavellianizm va psixopatik xarakterlarning munosabati cho'ng bo'lgan. Bu xarakterlarning o'rtaq aloyidligi bo'lsa, kayfiyatning turaqsiz bo'lishi, oson hayajonlanishi, o'zini kontrol qilish kuchining ojiz bo'lishi va hukm qilish iqtidorining tuvan bo'lishi qatorliqlardir. Tor zo'ravonligiga moyilligi bor kishilar real turmushda zo'ravon bo'lishini tayin. Odatda jimg'ur, ko'zga chiliqmaydigan odamlarning torda boshqalarga hujum qilishi ko'p ko'rilgan ahvol. Torda kimlikning aniq bo'lmasligi va torda qilingan gap so'zning mas'uliyatining surishtirilmasligi bu odamlarga xohlaganini deydigan, real turmushda besilib qolgan passiv tuyg'ularning ochiqini boshqalardan chiqaradigan maydon hozirlab bergan. Ular uchun muhim bo'lgani haqiqat va logika bo'lmasdan, aksicha o'zining ichidagini to'kib olish va mavjudligini isbotlashdir. Torda qasddan boshqalarga haqorat qilganlardan sirt, o'zimi bilmayla tor zo'ravonlikqa aralashib qolgan kishilar bo'ldi. İnsanlar kollektivchan bo'ldi va asonli kollektivning ta'siriga uchraydi. Fransuz psixolog Gustav kitobida tilga olganidek, shaxs kollektiv ichida bo'lganda son jihatga afzallik sababli shaxs oldida qilolmaganlarni qilishga qo'zg'aldi. Kollektiv ichida kimlikning aniq bo'lmasligi sababli mas'uliyat tuyg'usi yo'qaydi. Aniq shaxsning o'rniga ansiz bir paydo bo'ldi va bu vaqtda kollektivning singdirgan ideyasiga bo'ysundi. Kollektivning umumiy saposi tuvan bo'lgan holatda kollektiv ichida g'oyib bo'lgani faqat shaxsli bo'lib qolmay, aql va axloq mutan g'oyib bo'ldi. Tor zo'ravonlik haqidagi analizlar hozirmi davomlashyotdi. Munosabatli tadqiqotlarning ko'plab ilib berilib, tor zo'ravonligiga texnik aniq ta'birning berilishi, qonun tuzumlarining yo'lga qo'yilishi texnik ko'p fojianing oldini olishga foydali. Agar siz tor zo'ravonlikqa uchrayotgan birisi bo'lsangiz, qanday hal qilishni bilmaganingizda o'zingiz shinnigan biriga ahvolni yetkazing va uningdan yordam oling. Sizga hujum qilayotgan kishilarni qor tizimliga kirgizing. Agar ahvol og'ir bo'lsa, paketlarni saqlab oling va qonun yo'li bilan bartaraf qiling. Tordagi so'z erkinligi bilan zo'ravonlik orasidagi inchik siziqqa diqqat qilish hammamizning mas'uliyati. Tor jamoati orasida shamol xolgan yerga uchirtib aktalaydigan qum to'zandek bo'lib qolmaslikqa, o'zimizni bilmayla bir fojianing sababchisiga aylanib qolmaslikqa hammamiz diqqat qilishimiz kerak.